Assalomu alaykum ommalaringizga yana bir bor. Bugun 23-mart 25-yil. Mana 6 ta goblindan 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz, 4 ta lo'lamiz tayyor bo'ldi. Bular hammasi avrastar qilingan holatga kelgan. Lo'lachalarga ham faqat paxta soldim. Bu lo'lachalariga beriga ozgina bezakcha berdim. Mana ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Nasib etsa bugun kechki paytga ham bitta zakasimni paxtasini solaman. Xudo xohlasa. Mana kimga shunaqa ko'rpachalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Telefon raqamimni videoni ustiga qoldiraman. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.